ro'yxatga olish bu muayyan vaqtda mamlakat aholisi haqidagi ma'lumotni to'plashdir. Yurtimizda 1989-yilda aholi ro'yxatga olish jarayonlari amalga oshirilgan. Ushbu vaqtdan buyon mamlakatimizda aholini soni sezilarli darajada oshdi hamda ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarda yaxshigina o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu o'zgarishlarni yangilangan ma'lumotlarni kerakligini inobatga olib, mamlakatimizda 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha bo'lgan muddatda aholi hamda qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish ishlari amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Ro'yxatga olish jarayonlari ikki yo'nalishda amalga oshiriladi. Birinchi yo'nalish aholini ro'yxatga olish. Bunda bevosita aholining turmush darajasi, keksalar hamda yoshlarning ulushi, aholi soniga nisbatan olganimizda, bundan tashqari migratsiya jarayonlari bevosita hamda aholini tarkibi o'rganiladi. Ikkinchi yo'nalishda esa mamlakatdagi qishloq xo'jaligi yerlarini samarali ko'rsatkichlari, bundan tashqari dehqonchilik, chorvachilik, parrandachilik va boshqa ko'rsatkichlar hisobga olinadi. Ro'yxatga olish jarayonida fuqarolar bevosita onlayn ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Bu birinchi bosqichda amalga oshiriladi. Ya'ni demak, onlayn platformalarni aytib o'tadigan bo'lsak, birinchisi census.stat.uz portali orqali hamda OneID tizimi orqali ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Bundan tashqari ikkinchi yo'nalishda esa yoki bo'lmasa ikkinchi bosqichni deb oladigan bo'lsak, mahalla yettiliklari. Umuman olganda ro'yxatga olish jarayoni faqatgina raqamlarga ega bo'lish bilan birga nafaqat mamlakatimizda aholi turmush darajasini yanada yaxshilash, yurtimizda va hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilmalarni yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Ya'ni buni aytganimizning sababi tegishli qaror va farmonlarni chiqarishda asos bo'lib xizmat qiladi.